nima ekan u? Bositxon mehmonxonaga chiqib, u yerdan bir dasta kitob va gazetalar bilan qaytib keldi. Ko'chada qish, issiqqina uyda bardak choy ichib, sevimli kitobingni o'qib o'tirishga nima yetsin, ha do'stlar? Assalomu alaykum mahalladoshlar, omonmisiz? Siz choy ichib o'tirganingizda uy ishlarini kim qiladi deysizmi? Xavotir olmang, hammasini qilib qo'yganman. Axir chaqqon kelin bo'lganim uchun ham meni qaynonam rosa yaxshi ko'radilar-ku. Bardak choyni ko'rib, Istanbul sohillarida o'tkazgan daqiqalaringizni esladingizmi? Topdimmi? Anqara, Istanbul kimlarni rom etmagan? 29-30 yanvar kunlari rasmiy Anqara tarixi uchun alohida kun bo'ldi. Chunki o'sha kunlari prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Turkiyaga tashrif buyurdilar. Aeroportdagi faxriy qorovul chalgan kuyni eshitdinglarmi? O'zbekchasidan bo'ldi o'zi ham. Davlatimiz rahbarini shaxsan Erdo'g'on janoblarini o'zlari kutib oldilar. Bir o'qib qolgandim. Rasmiy protokolga ko'ra, oliy darajadagi tashrifda mehmonni prezident kutib olishi shart emas ekan. Lekin prezidentimizni Turkiya yetakchisi kutib olmasa ham bo'lmaydi. Chunki ikki yetakchilar juda ham qalin do'st va birodar. Mana shu qalin do'stlik munosabatlari sabab bugun o'zbek va turk xalqlari juda inoq va ahil, hayoti farovon. Tashrifning eng ta'sirlantirgan tomonini aytaymi? Turkiyada mamlakatimizning bir parchasi paydo bo'ldi. Ya'ni Xatay viloyatida O'zbekiston mahallasi ochildi. Prezidentlardan uy kalitlarini qabul qilib olayotganlarni ko'rib, ko'zimga yosh keldi to'g'risi. Bu taqdirlarni esladingizmi? 3 yil oldin sodir bo'lgan vayronakor zilzila qardosh turk xalqi uchun og'ir sinov bo'lgandi. O'zbekiston o'sha fojiali davrning ilk kunlaridanoq Turkiyaga har tomonlama yordam ko'rsata boshladi. Qisqa fursatda 100 nafar o'zbekistonlik qutqaruvchi va 70 nafar tibbiyot xodimi falokat sodir bo'lgan hududga yetib bordi. Qidiruv-qutqaruv ishlari natijasida 18 nafar kishi qutqarildi. 200 nafarga yaqin jabrlanganlar vayronalar ostidan chiqarildi. Dala shifoxonasi 4000 nafar bemorga tibbiy yordam ko'rsatdi. O'zbekiston qisqa muddatlarda Xatay viloyatining Arsus tumanida 300 dan ziyod to'liq jihozlangan xonadon, jami 24 ta ko'p qavatli uydan iborat barcha zarur infratuzilmaga ega zamonaviy turar joy majmuasini barpo etdi. Turkiya prezidenti gaplarini eshitdingizmi? Ushbu majmua nafaqat jabrlangan oilalar uchun yangi uy, balki o'zbek va turk xalqlari o'rtasidagi abadiy do'stlikning yorqin namunasi dedi Erdo'g'on janobi oliylari. Ha, aytgancha yana bir gap. Istanbulning Bekirkyoy tumanida o'zbek maktabi quriladigan bo'ldi. Prezidentlar ushbu maktab qurilishini boshlab berdilar. Mana shunday do'stligimizga ko'z tegmasin ilohim. Mahalladoshlar, bardak choydan olinglar.